Assalomu alaykum amaga. Yigit Yandexdan zakaz oldi. Mana korobka. Kim Yandexdan zakaz olsa, korobkaning ichini обязательно ochinglar. Biron pasta bo'lmasligi uchun, o'zlaring o'rin bo'lish uchun. Farqi skoch qilganmi, qilmaganmi o'chib ko'rib, keyin Yandexdan suratga tushirish kerak. Men o'ylashim shunday. Men zakazni olib, yigitdan zakaz qarab ketdi. Keyin mashina parkovka qilib, organikdan zakazni olib keldim birinchi tochkasini. Klient o'sha liftga ko'tarildi, klient kutib turgan ekan. Eshikdan ham yo'q klient ko'tiga. Mayli dedim, keyin video tarbiya qilib zakaz bergan ekan. Zakazni mayli zakazni olib keldim-da. Zakazni olib kelganiga klientga rosa telefon qildim. Klient telefonni ko'tarmaydi. Telefon qilaman ko'tarmaydi. Oxir liftdan birinchi etажga tushib kelsam, klientga o'zi telefon qilib tushib kelsa bo'ladimi? Zakazni berdim, zakazni yo'q, bir ko'rsatay dedim sizlarga. Kim uchsa 2 rol berdi. Mayli barakasi.